Hammaga salom, sizlar bilan men Asabman. Bugun biz mana shu akkauntda qanaqadir komanda bilan o'ynaymiz va bu akkauntni ko'tarib borishimiz kerak bo'ladi. Xullas, siz bizga like bosing va obunani ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa chiroyli o'yin ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu qaysi botni Deris akkauntligini bilmadim, lekin normal akkauntga o'xshabotdi. Demak, o'yinni boshlaymiz. Do'stlar, yana bilet toza jonga tegdi-ku mana shular ham. Ketdi. Xullas, mana bu bizni stadion ekan. Bu tarkibni o'zgartirish kerak. Mana bu yerda bunaqangi botlarni вообще o'rni yo'q. Bu yerda ham undan keyin bu ikkalasini bitirib o'zgartirgan yaxshi. Lekin bitta narsada qaysi tentak himoyaga hujumchini qo'yib qo'yishi mumkin. O'sha tentak men bo'laman. Demak, o'yinni boshlanishdanoq mening internetda ozroqgina muammolarim bo'lyapti. Shuning uchun вообще o'ynab bo'lmayapti. Hozir o'rta bo'lgan nima bor edi? Umuman tushunmadim lekin. Men aytyapman, mening internetim ishlamayapti. Voy bali. Yana bitta. Ana, ha. Waldes, haqqa. Orqaga. Internet. Demak, mana shu gol. Golmi? Gol ekan. Bu bratishkani. Mana vokan chopishini qaranglar. Yutgandan keyin chopashini og'zingga oyog'im. Xullas, mana o'yin davom etmoqda va biz yana bitta golni tutmoqchimiz. Ammo mana bu Pedrozlar bizga gol qilib tashlamoqchi. Ammo biz gol tiqtirgani qo'ymaymiz desam qo'yib qo'yganmiz. Ularning komandasi zo'r bo'lganligi uchun mana futbolchilar va shularni oyog'idan to'pni ola olmayapti. Og'zimdagi gaplar bir-biriga qorishib ketyapti o'yinni o'ynalmaganidan. Qaysi terba menga shu o'yinni o'ynashni maslahat berdi. Men tushunmayapman qayta o'ynashni. To'pni ko'rmayapman xatiyaba. Yugur deb nima bal? Drop bal? Hadi yuzi bilsaydi. Sal qolganligim sal qoldi, lekin qo'ldan emas, oyoqdan qo'yishdi. Farqlik. Hali bu gol qolmasa edi. Qana ketdi. Ana, mana bu bobolarimning oyog'i. Golni qo'y. Granit hakamida ish qilishday. Qani o'zi bularni komandasini qoralar to'layapti ekan. Aytadi-ku, qoralarning katta bo'ladi deb. Shuning uchun yaxshi tepishyapti. Half time. Birinchi time tugadi, ikkinchi time'ga navbat va o'yin boshlandi. Tepag'ay tez. Men kallamga zo'r fikr qoldi. And this really takes the pressure off the defense. Endi men ham ko'rsatsammi? Birinchi o'xshamadi. Poor attempt to win the ball. Shocking challenge. He's been racking up the yellow card, so he'll be suspended for the next game. Defender is on the ball. A careless pass there. Here's Traore. He's confident on the ball. Wins the ball. Yana bitta. Mana. Ana. Qani. Murray.
Qani, yuguring haqiqat o'g'il. They've To'p not been sizniki bo'ladi. passing well Yo'q, and they adashibman. keep Sizniki making bo'lmagan, mistakes. sizniki emas ekan. Adashibman, They want sizniki to add to ekan. their lead here. Yuguring og'zingizga, oyog'im, tovoningizga. Tuyog'i, qani gol. They've won control of the ball. Ye. Buning balandu. Qayoqqa? Mukiele now. Agarda mana shu komandani yutsak, meni o'zim bitta qo'shiq aytib beraman. Here's Traore. Agar mana shu komandani yutsak, bu yil And Portugaliyani it ham looks like yutamiz. they've got the trophy all wrapped up now. O'zbekiston uchun bitta like bo'lsa ham. Qani ketdi. Won the ball. Ketmadi. Can he put it away? Baribir ketmadi. Adashdim, ketmadi. Yana ketmadi. Yetib olsang seniki bo'ladi. He's won the ball To'p back. yetolmaysan. Desam yetib ol ekan. Hujumga o't. Hujumga. Akka u yoqda. Oh, a chance now to turn defence into attack. Sheriklari bormi? There's activity on the touchline. The subs are eager to get their chance today. O'rtaga. And this really takes the pressure off the defence. Qani do'ppini qadar mana bu yoqda ekan. Men orqaga qilyapman. Berto Moreno. Qani yeba. They played the best and beaten them. Yeba. Mana biz yutdik. Demak bu Portugaliyani ham yutamiz do'stlar, mana shunaqangi qilib. Xullas, hammaga xayr. Boshqa videolarda ko'rishguncha. To'payli komandasi.